Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi manzaramiz Kalinskiy massivda joylashgan 2 xona 3 xona qilingan yangi ta'mirdan chiqqan. Ta'mirdan zerikkanlar uchun ajoyib taklifimizni ko'rsatgani yetib keldik. Inshaalloh aytib o'tganimizdek Kalinskiy massiv Bayarin supermarketini shundoqqina ro'parasida joylashgan domlarning birida 6 metrli verandasi, 2 xona 3 xona qilingan. Yangi ta'mirdan, pol taxta, chiroyli zamonaviy eshiklar qilib qo'yilgan. Bu tarafimiz zal qismimiz verandaning eshigini yo'forib chiroyli holatda akfalar qilib to'g'irlashgan. Xo'p. Bu koridorimiz. Koridor ham juda ham paradechniy holatda, kirish eshigimiz, bu yer kladovka hisobida chiroyli holatda to'g'irlab qo'yishgan. Sanuzel, bu yer o'zi aslida oshxona bo'lgan, oshxonani verandaga ko'chirib 3 xona qilishgan. Bu yer zal, bu yer spalnya. Remontlari go'zal holatda, Yevro ta'mirdan chiqqan, ajoyib akfa romlar qo'yilgan. Xo'p, uyimizda shu ko'rib turgan prixoshka mebelis va ikkita konditsioner oshxona mebellari qoladi. Shu yerga moslab chiroyli holatda qilishgan. Sanuzel qismimiz polniy kafel qilingan. Isitish uchun ariston qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek, bu oshxona qismimiz. Oshxona qismimizni bugungi kunda detskiy hisobida foydalanib kelishyapti. Mashalloh, kuxnyasini bir ajoyib qilib qo'yishgan. O'zbekona supalarni qilib, taylari kladovka. Konditsionerimiz va zal qismimizda yana bitta konditsionerimiz bor. Ikkita konditsioner qoladi. Wi-Fi'miz ham bor. Bitta oila kelib, mazza qilib yashashlik uchun barcha sharoitlar mavjud inshaalloh. Gaz plitalari qoladi. Xo'p, bugungi kunda bu xonadonimizning bahosi 41.000 AQSh dollarda so'rashyapti. Inshaalloh bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. 4-qavatda joylashgan. Assalomu alaykum.